Assalomu alaykum ukam. Qanday ahvolingiz, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshilar. Siz o'zingizni qisqacha tanishtiring. Siz vatanning nereden? Adresingizni birinchi. Men Xotan viloyat Qarqash nahiya Sayvoq Yezat Dutta kenti 4-mahalladan. İsmingizni deb bilaman. Ismim Abdulmajid Nasir. Sizningki vatanning tuqqanlaridan ko'rishimga qanchalik bo'ldi hozir? Men vatandagi tuqqanlarga ko'rishimga 1,5 yil oldu. Ularning ismini hemen tafsillab bersangiz. Dadamning ismi Nasir Uzvaqi, anamning ismi O'g'alnisa Atavullah. Biz 4 bala. İsmini de hemen. Çoğun açamning ismi Xayrulnisa. Kichigimning ismi Risolat. Üçüncüsü men Abdulmajid. Singlimning ismi Muqaddas. Hozir bularningki qaysi avvalgini bilamsiz yo tutib ketgan yo turmaylar. Ya 1,5 yil oldu aloqa uzilib qolishi. Dadamninki 17 yil o'kisibdi deb xabarini oldim. Boshqa xabar olmadim. Dadangizning 17 yil kesilishida qanday Xitoyning jinoyat atqanini bilmaysiz. Onu bilmayman. Sizning dadangizning bir jinoyati bor endi. Yo'q. Hech qanday jinoyat yo'q. Jinoyat yo'q. Rahmat ukam.